Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, ütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş egmez kafirga, şiddet bilen atseli, Hemze Halid Museb'tek, şir yürek oğlanları. Zeyd ibn Sabit. Şiirda Hassan ve oğuldan başka kim var? Manalar üçün Zeyd ibn Sabit'ten başka kim var? Hassan ibn Sabit. Hicriyenin 2. yılı Peygamber aleyhisselam bilen nurlangan Medine şehri Bedir uruşuğa hazırlanış kızgınlığı cümge idi. Peygamber aleyhisselam Allah'ın dinini yeryüzüde üstün kılış üçün öz kumandalığı astığı yığılgan İslam'daki bu tuncu koşunni közün keçirip atattı. Del muşu çağda Yiştiği 13 gün yetmegen, turuqidin çeçen ve zerekliki, parasetlik ve cesaretliki bilinip turduğan bir kiçik bala qo'shin tarafga qarab keldi. Onun qulida o'zining bo'yi bilan teng yoki uningdimi uzunroq kelgidek bir qilish bor edi. U udul Payg'ambar alayhissalomning oldiga kelib to'xtab, "Ey Allohning payg'ambari, men o'zimni sana pido qilmoqchiman. Mening sening bilan birga bo'lishimga Allah'ның düşmanları bilen uruş qilishimga ruxsat qilsam", dedi. Peygamber aleyhisselam onunğa hayranlık ve suyunish bilen nazar silib, onun möhrisiga onunğa bo'lgan mehribonlik, amroqlik bilen urib qo'ygandan keyin, onun ko'nglini yasab, yeshining texi kichik ekanligini sabab qilib, uni qaytarib etdi. Bu chaqda u Peygamber aleyhisselam ilib borgan tunji urushga Peygamber aleyhisselam bilen chiqolmaganligi uchun nihoyatda qayg'urgan holda qilichini so'ragan holda qaytdi. Onun anısı Nevvar binti Malikmi onun arkasından qaytdı. Anının qayg'usimu o'g'linkidan qilishmaydi. Çünkü Peygamber aleyhisselamning bayroqi ostiga yig'ilgan erlar bilan birga o'z o'g'liningmi bu urushga manganligini ko'rishni xohlaydi, ham o'g'lining vafot bo'lib ketgan erining o'rnida u arzu qilgan o'ringa ega bo'lishini arzu qilgan edi. Biroq ansorilardan bo'lgan bu o'smir yeshining kichikligi sababidan Peygamber aleyhisselam bilan birga urushga chiqish ne'matiga erishalmagan bo'lsa-mu, uning zerakligi uni Peygamber aleyhisselam bilan birga bo'ldigan boshqa bir yo'ldagi fursatga erishtirdi. Bu fursat Qur'onni yodlash va bilim olish qizg'inligidan iborat edi. U o'zining bu xiyolini onasiga devidi, onasi buningdan qattiq xo'shallanib ketdi va uni amaliyotga aylantirish uchun tutish qildi. Onasi Navvar qavmidagi bir qancha kishiga o'g'lining bu fikrni yetkazdi. Shuning bilan ular Zeydni Peygamber aleyhisselamning yoniga ilib berib, "Ey Allohning payg'ambari, bizning bu balamiz Zeyd ibn Sabit Allohning kitobidan 17 surani yodga bildi. Allohning sening dilingga solgandagidekla o'qiy oladi. Undan boshqa u yana o'qishni, yozishni biladi. U mushu amallar bilan sana yiqilishni va sening xizmatingni qilishni xohlaydi. Xohlasang onun özüden anlap bakın", deyişdi. Peygamber aleyhisselam Zeyd'nin yadqa algan surlardan bir qanchini anlap baktı. Onun o'qish qoidalari nihoyatda yaxshi, talaffuzlari ochiq edi. Qur'onning so'zlari uning lavlaridan xuddi durdonalardekla to'kilib turardi. Uning qilgan tilovatidan uning Qur'onning ma'nosini nihoyatda yaxshi qabul qilganligi, butkul vujudigacha ta'sir qilganligi bilinib turardi. Bularni ko'rgan Peygamber aleyhisselam Zeyd'den cheksiz suyunib ketdi. Çünkü Peygamber aleyhisselam Zeyd'ning onun qavmi etib bergandanmi ortiq ekanligini bayqagan edi. Zeyd'ning yozishga mohirligi uning suyunishini yana bir his oshirdi. Peygamber aleyhisselam Zeyd'ga qarab, "Ey Zeyd, sen mening o'rnimda Yahudi tilini o'rgangan. Men ularga toza ishonch qila olmaydiganman", dedi. "Buludu, ey Allohning payg'ambari", dedi Zeyd. Mana shundan itiboran Zeyd İbran tilini o'rganishga boshladi va qisqa bir mezgil ichida u tilni puxta egallab bo'ldi. Peygamber aleyhisselam Yahudilarga maktub yo'llamoqchi bo'lsa, u bu maktublarni yozatdi. Ham Yahudilarning Peygamber aleyhisselamga yozgan maktublarini o'qib berdi. Keyin u yana Suryani tilini o'rgandi. Shuning bilan bu yosh yigit Peygamber aleyhisselamning tarjimoni bo'lib qoldi. Peygamber aleyhisselam Zeydning salmoqligi, astoydilligi va ishonchli ekanligini bayqagandan keyin uning Allohdan o'ziga tushadigan vahiyni xotirlaydigan kotib qildi.
payg'ambar alayhissalomning diliga biror vahiy nozil qilinsa, u Zaydga "Ey Zayd, yozg'in" deydi. U yozatdi. Zayd Qur'onning oyatlarini xotirlash bilan birga o'sib yetildi. U Qur'onni payg'ambar alayhissalomning og'zidan uning tush sabablari bilan qo'shib, eng yangi holatda qabul qiladi-da, dili Qur'onning nuri bilan barg'ancha kuchli hidoyatga ega bo'ladi. Qur'onning shar'iy hukmlarining hikmati bilan uning dili texmi nurlanadi. Bundaq ulug' muqaddas ilm bilan ne'matlangan bu yosh yigit payg'ambar alayhissalomning vafotidan keyin payg'ambar alayhissalomning umidi uchun Qur'on ilmi tarafidan eng ishonchli bo'lgan tunji manba bo'lib qolgan edi. U xalifa Abu Bakrning zamonasida Qur'onni to'plagan kishilarning boshlamchisi, xalifa Umarning zamonasida Qur'onning hamma nusxalarini birlikka keltirib, Osmoniya nusxasiga asos solg'uvchilarning oldingi qatoridagilardan edi. Bir musulmon uchun buningdan ortiq martaba va buningdan ortiq esil ne'mat bormi? Dillar buningdan ulug' yuksaklik talab qilamdi. Qur'onning fazilati Zayd ibn Sabitga kishilarning aqlini qaymoqtirib yetadigan mushkul sharoitda to'g'ri yo'lni ko'rsatib beraligidek aql nuri ato qilgan edi. Payg'ambar alayhissalomning vafotidan keyin musulmonlar kimning xalifa bo'lishi kerakligi to'g'risida kelisholmadi. Muhojirlar xalifa bizdan saylanish kerak, biz buningga eng loyiq desa, ansoriylar xalifa bizdan bo'lish kerak, biz buningga eng loyiq deyishdi. Yana bir qism kishilar xalifa ham bizdan ham sizlardan bo'lsin. Chunki payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida biz tarafdan bir odamni ishlatsa, sizlar tarafdanmi bir odamni ishlatadi deyishdi. Allohning payg'ambari texi dafn qilinmay turibla o'tirg'i chiqqan bu fitna agar yaxshi bir taraf qilinmasa, yomon oqibat keltirib chiqaradiganligi aniq edi. Shundaqla buni Qur'onning haqiqati bilan nurlangan birining to'g'ri bir so'z bilan bu masalani hal qilishi nihoyat muhim ekanligi aniq edi. Mana shunday qalqiliq paytda bu so'z Zayd ibn Sabit Ansariyning og'zidan chiqdi. U ansariylarga qarab, "Ey ansariylar jamoasi, Allohning payg'ambari muhojirlardan edi. Xalifasimi muhojirlardan bo'ldi. Biz payg'ambarning yordamchilaridan edik. Endi xalifaning yordamchilari va haqqoniyatga hamkorlashuvchilari bo'lamiz" degunicha Abu Bakr Siddiqqa qo'lni berib bayat qildi va ko'pchilikka qarab, "Bu sizlarning xalifanglar, uningga bayat qilinglar" dedi. Zayd Qur'onning fazilati va payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'lganligining fazilati bilan musulmonlarning mash'aliga aylandi. Xalifalar qiyin masalalarda uningdan maslahat oladi. Ko'pchilikmi biror qiyin masalaga yo'liqsa, uningdan fatvo so'rashadi. Bo'libmi miros ishlaridagi hukmlarda uningdan olim kishi yo'q edi. Umar ibn Xattob Jabiya kunisi kishilarga xutba so'zlaganda mundaq degan edi: "Ey xaloyiq, sizlardan kimki Qur'on to'g'risida savol so'ramoqchi bo'lsa, Zayd ibn Sabitning qishig'i kelsin. Diniy hukmlar to'g'risida savol so'ramoqchi bo'lsa, Muaz ibn Jabalning qishig'i. Mol dunyo so'raydiganlar mening qishimga kelsin. Ulug' va karamlik Alloh meni uning taqsimligich qildi" degan edi. Sahobalar va tabiinlardan ilm talab qiluvchilar Zayd ibn Sabitning qadrini tunib yetgan bo'lib, uning bilimining ko'pligi sababidan uni ulug'lagan va qattiq hurmatlagan edi. Abdullah ibn Abbosdek bilimdor zotmi bir kuni Zaydning ulug'iga minmoqchi bo'lib turganligini ko'rib, Zaydning oldiga berib, uzangini tutib, uloqning chulvirini tutgan holda Zaydning uloqqa minishini kutib turdi. Buni ko'rgan Zayd, "Ey Allohning rasulining jiyani, unda qilma" dedi. Ibn Abbos uningga, "Biz bilimlik olimlarimizga mushuna qilishga buyurilganmiz" dedi. Buni anglab Zayd qo'lini chiqargan dedi. Abdullah qo'lini chiqarib berdi. Zayd uning qo'liga suyib, "Bizmi payg'ambarimizning oilasiga mushunda qilishga buyurilganmiz" dedi. Zayd ibn Sabit vafot bo'lganda musulmonlar uning bilan birga ketgan mo'l bilimga qattiq yig'ilishib ketgan bo'lib, Abu Hurayra bugun islom ummatining o'limosi vafot bo'ldi. Alloh Ibn Abbosni uning izbosari qilib bergay degan edi. Payg'ambar alayhissalomning shoiri Hassan ibn Sabit, "Kim bo'ladi o'zga Sabitdan ahangdor so'z desang, qarchuq edi Ibn Sabit ma'nilarni ko'z desang" deb marsiya qo'ydi. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari
Hazreti Ömer Osman Nahni qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvoni